تذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة تسري فعاش القلب إخلاصا وصرت تحوم كالطير تحلق في ثقافات. Xo'sh, endi mu'minlarningki har xil bala musibatlarga uchrashi, musibatlarga qilib qilishi nima degan savol chiqib qolsa, bu ana shu muhaymin, hammani bilguvchi, hammani kontrol qiluvchi, eng kuchli qudrat egasi bo'lgan shu Robbimizning hikmati bilan o'rinlashtirilganligi uchun. Ha? Qadrli qarindoshlar, muhaymin Robbimizning plani, hikmati bilan bo'lganligi uchun. Qaraysiz dunyoda nurg'un mu'minlar baloga uchrab qoldi. Ba'zi mu'minlar masalan baloda qilib qilishi mu'minlar masalan. Ba'zining dushmanning ostida qilib qilishi, ba'zining zolimning ostida qilib qilishi, ba'zining shu ustun ishg'olga uchrashi. Nima uchun bu? Nihoyat buyuk hikmat. Buning orqasida bak cho'ng hikmat bor. Buni bilganlar biladi, jahil qolganlar jahil qoladi. Nihoyat buyuk hikmat bor. Allah subhanahu va taala Qur'oni Karimda deydi-ki, Sura İbrahim'da: "Ve la tahsabannallaha ghafilan amma ya'maluz-zalimun, innama yu'akhiruhum liyawmin tashkhasu fihi al-absar." Sen Allah subhanahu va taolani zalimlar qilayotgan ishdan g'afilmikin? Buni bilmay qilayotganligini deb o'ylab qolmagan. Hargiz bunday gumon qilib qolma. Bu vahima, bu xiyolni hargiz o'ylab qolmagan. Shaksizki Allah ularni shundoq bir kunga kechiktirdi-ki, o kunda ko'zlar, o kunning dahshatidan, o kunning hisobidan, o kunning qattiqligidan ko'zlar chekchib ketgan shundoq bir kunga kechiktirdi. Qarindoshlar, o'ylab boqaylik. Bir do'kon xo'jayinini xiyolimizga keltiraylik. Bu do'kon xo'jayini har kuni atdiganda butun xizmatchilar kap bo'lishdan burun do'konni ichib bo'lsin. Ichib bo'lsa. Oqshimasi butun xizmatchilar ketib bo'lgandan keyin ketsa. Atdiganda hammadan burun kelgan, hammadan keyin ketgan. Va do'konga kiriblam, do'konni ichiblam shu pul oldigan shu nimaning pul oldigan shu shiraning oqisiga berib o'tib, pulni oldigan, pulni bergan ya oldi shu g'alvira shu oldidan tutam, mishada shu jimmat atdiganda bir o'ltirib olsa, kechda eng oxirida chiqib ketsa. Pul uning qo'lining oldidan tutsa, butun pulni shu olsa. Bu xizmatchi do'konda hamda do'konda ishlaydigan bor uning qo'l ostidagi nimalarningki qo'l ostidagi butun xizmatchilarningki ishonchli xizmatchimi yoki xoinmi, ishonchsizmi bularni bilish mumkinmi? Kimning xoin, kimning ishonchli ekanligini bilish mumkinmi? Mumkin emas. Chunki hech bir fursat yo'q ularga. Ha? Ularning imtihon qilinishi uchun, sinilishi uchun hech bir fursat yo'q. Madamiki do'konning xo'jayini atdiganda hammadan burun hech kim kelmagan do'konni ichib, hammadan keyin chiqib ketib va do'kondan chiqib ketib shiraning oldidan pul oldigan yerda o'ltirib olsa, hech bir ularning sinilish imkoniyati hech qachon mangu bo'lmaydi. Ha? Mangu bo'lmaydi. Qachon bularni sinaydi? Va hech kim uning xizmatchilarga mavi ishonchlik, mavi ishonchsiz deb hukm qilinmaydi. Mavi xoin, mavi ishonch deb hukm qilinmaydi. Chunki bilmaymiz. Hech kim hukm qilinmaydi. Shuning uchun bu yerda qadrli qarindoshlar, bu yerda g'afil bo'lish bilan bilmasga selib olishdan o'tirsda, bilmaganlik bo'lib olishdan o'tirsda, g'afil bilan, g'afla bilan tag'afulning o'tirsda ko'p farq bor qadrli qarindoshlar. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo va la tahsabannallaha g'afilan amma ya'maluz zalim. G'afil, ya'ni Allohni bil, g'afil degan gap, ya'ni bilmay, rasmiy amaliy jihatdan bilmaslik, xabar bo'lmaslik, g'afil qilish undan. Allohni hargiz g'afilmikin. Bu alqa gumon qilgandek, vahima qilayotgandek, asla bu zolimlar qilayotgan bu ishlarni bilmayotgandikin. Bu nima zulm bu? Bu bo'layotgan ishlar nima ish bu? Buni hammasini bilmamdi, bilmay qolarmikin deb gumon qilib qolmagan deydi. Ha, bu zolimlar qilayotgan ishlar. Alloh uni ashundoq kunlar kechiktirdi. Agar Alloh subhanahu va taolo bilib turib,
Aşılarning qandaq ekanligini tamamen bilib turib Allah subhanahu taala xuddi bilmayotgandek, bu ishlarni xuddi ma'lumot xabari yo'qdek bu bo'layotgan ishlardan ashundaq turmagan bo'lsa, imtihon deydigan narsa mavjud emas, o dunyoda mavjud bo'lmaydi imtihon. Yani Allah shunchalik zulmlarning, shunchalik zolimliklarning, shunchalik adolatsizliklarning borligini, bo'layotganligini, yuz berayotganligini bilib turib, xuddi hech ish bo'lmaganda jimmatlamalqa darhol uning jojisini berib takkizmay, bildirmay jim turganda, xuddi bilmayotganda biz qarasaqmi hech bir o'zgarish yo'q. Bu shaklda turmagan bo'lsa, agar Alloh subhanahu shunday bo'lmagan bo'lsa, bu koinotda imtihon deydigan narsa yaxshi bilan yomondan ayrilishi mumkin emas. Xuddi shu do'kondagi xizmatchining qaysi ishonchsiz ekanligi qaysi vaqtda isbotlandi, qaysi vaqtda echiladi, do'konning xo'jayini g'ibbi chiqib ketib, oldidagi o'zining qarshisidagi bir do'konga hech bir xizmatchi ko'mgan vaqtida chiqib ketib, tartmini bo'lsa echib qo'yib, pullarni ko'rsatib qo'yib, do'konning oldiga berib o'tirib, yiroqdan ko'rsatib o'ltasa, echiqlik vaqtida andan keyin kimning xoin emasligini, kimning ishonchligini shu vaqtda biladi. Yiroqdan ko'rsatib turgan vaqtida. Haqiqiy ishonchlik, haqiqiy taqvodor uchiq bo'lsin, hech qilmaydi, nazarni sanmaydi. Ammo xoinlar bo'lsa, qarisi hech qanday odam yo'q, qarisi boshliq yo'q, xo'jayin yo'q. Shu qo'lni uzatadiganimda shu vaqtda uzatadi. Chatoq shu vaqtida chiqadi. Shu vaqtda belgilandi kimning oldigan, kimning olmaydigan, kimning ishonchi, kimning xoin ekanligi. Shu vaqtida oshkorlandi. Demak, bu yuqoridagi oyat nihoyat inchik oyat qadrli qardoshlar. Va la tahsabannallaha g'afilan amma ya'malu zolimun. Shunchalik inchik oyatki, Alloh subhanahu va taala bir narsani Allohning nahiy qilib cheklashi, ya'ni ijro qilinishi mumkin bo'lmaydigan, qilinishi mumkin bo'lmaydigan ishni cheklashi Allohning mumkin emas qadrli qardoshlar. Mumkin emas. Chuqum cheklangan narsa insonning qudrati yetgan narsani cheklaydi. Buyurgan bo'lsa qudratimiz yetgan narsani buyuradi. Hargiz qudratimiz yetmaydigan ishga buyurmoqlik. Dunyoda quyoshning o'chmasligi uchun, quyoshning petib ketmasligi uchun bir qarorni chiqarish, shunda qaror chiqarish mumkinmi? Kulkilik bir ish bu. Hech qachon birsiniki quyosh bilgan kirib ketmasin deb qaror chiqara olish mumkin bu. Kulkilik ish, nihoyatda masxaraga uchraydigan bir ish. Mumkin emas chunki. Chuqum cheklangan bir ishni qilma, bir ishni qil degan bo'lsa, qilma degan cheklanmaning chuqum qilinishga qobil, qilinishi mumkin bo'ladigan bir ish bo'lishi kerak. Allah subhanahu wa ta'ala va la tahsabannallaha g'afilan amma ya'malu zolimun. Zalimlar qilayotgan ishlardan g'afil deb gumon qilmoqda. Chunki bugun insonlarning ko'pincha insonlar Allah subhanahu va ta'alaning g'afil bo'layotgan ishlardan hech bir xabari yo'q deb shuni o'ylab qoldi. Va deydi-ki, Allah qani o Allah. Bu qarabağız nurg'un musulmonlar o'ltirilyapti. Nurg'un musulmonlarning boyliqlari vayron qilinyapti. Yulinib elyapti, farzandlari o'ltirilyapti, o'zlari o'ltirilyapti. Qani Allah subhanahu va taala? Qani Allohning yordamida shunday deydi. Bu Allah subhanahu va taolaning hammani mukammal shaklda muhayminligi bilan bilib turib, uning kendini xuddi bilmagandek bir holatda turishi bu intayin büyük hikmet üçün şunda durur. Çünkü Allah subhanahu ve taala bizni imtihan qilish uchun yaratdi. Biz ma dünyada imtihan berayotganligimizni unutmasligimiz kerak. Her bir ish, her bir beshimiz kelgan ishga qarata qanday qilishimizni Rabbimiz buyruq qo'yuqliq. Rabbimiz bu kelayotgan musibatlar kelgan bo'lsa, bu musibatga qanday taqobil turishni, qanday ish qilishni, qanday kallimizni silkib etishimizni, biz kafirning ostida qolgan bo'lsa, qanday bundan qutulishning yo'llarini Rabbimiz ko'rsatib, Rabbimiz bizni shu xarliqimizdan, shu tushib qolgan xarliqdan bizni qutuldirish uchun shunday xarliq berdi. Sen beshingni silkib et ibandam. Sen men tarafga qayt. Sen o'zingning izzatiga men tarafga qaytmasdan erishmaysan. Erishishing mumkin emas deb bizni ogohlantirish uchun berilayotgan musibatlar qadrli qilamiz. Beshimizga kelgan har qanday bir ish, biz Asmaullohning yuqoridagi o'tganki darsimiz so'zladik. Alloh bir insonni aziz qilib, xor qilgan bo'lsa, uni xor qilib olay deb emas. Aziz qilay, uni izzatiga erishtiray, izzatiga chiqiray deb xor qildi.
bir insondan elib olgan bo'lsa, Alloh subhanahu taolo uningga beray, ato qilay deb elib oladi. Ha? Cheklab qo'ygan bo'lsa, uningga berish, ato qilish uchun beradi. Biz shunday dedik. Rabbimizning ismlarini shunday taniymiz. Har birisining keyinda intayin buyuk hikmat bor. Biz yana birisi biz sinoq dunyosidamiz. Va in kunna lamubtalin. Biz chuqum sinaymiz dedi Alloh subhanahu taolo.